Chiyilyapti. Do'stlar, bir foydali video. Ko'pchilik qiziqtirgan savolga javob olamiz. Mana bu Kia Bongo'miz Janubiy Koreyadan keldi, elektromobil. Bu nimaga chiyillaydi deb ko'pchilik savol beradi. Qarang, mashinani o't oldiramiz. Hozir bu o't oldi. O't olgan holatda mana. Ko'rdingizmi? O't oldi. Pult qo'limda mana. Pult qo'limda. Mashinadan tushamiz. Chiyilyapti. Nimaga chiyilyapti bilasizmi? Mashina o't oldirilgan holatda qolib ketyapti. Mashinani o'chirib qo'y degan ma'noda ogohlantirish signali bo'ladi bu. Ana shu ko'pchilik bilmay qoladi, ketib olishi mumkin. Chunki bu jim, ko'ryapsizmi? Ovozi yo'q. Endi mana oldidan chirog'idan bilib olishingiz mumkin. Aytaylik, bu tomondan ketib yordingiz, narigi tomondan. Ko'rmagan holatda. Shuning uchun. Bu xonada sizga lifehack bilan sotiladigan mashinamizni ham aytib o'tib ketaman. 2022-yil 12-oy. Mashina mana o't oldiruvli holatda turibdi. Ikkitadan pultlargacha bor. 29 ming Janubiy Koreyada yurgan. Kraskasi 100% toza. 29 ming yurganlik uchun baloni 180% holatda. Borti nima deydi borti? Idealni holatda. Umuman chizilgan, qirilgan joylar yo'q. Hankook balonlarda ma'lumot o'rinda Hankook o'zi Xitoyda zavod qurib ishlab chiqarish boshladi. Made in China yozuv bilan kelyapti. Koreya o'zi korxona qurib oldi u yoqda. Arzon ish kuchi, arzon energiya resurslar shuni hisobiga Hankook ham Xitoyga ko'chib oldi. Lekin bu balonni Xitoydan olib bo'lmaydi. Koreya zavodidan, do'konidan olasiz. Qarang, mashina o'ta go'zal holatda, narxi ham yaxshigina chiqadi buni. Mana. Hech qayer chizilmagan, qirilmagan, zo'r holatda monitor, klimat kontrol, avtomat korobka, 29 ming yurgan registratorlari bor. Orqada ham, oldida ham. Bu hisobda pul topar mashinamiz narxi keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, $24,800 oz-moz kami bor. O'rtacha 30 ming 40 ming so'm bilan zaryad bo'ladi, 250 va undan ortiq yurib beradi. Propanda tovar tarqatadiganlar kuniga 300 ming 400 ming so'mlik propan yoqishyapti. Qancha pul tejaysiz bir oyda? Bir hisoblab, kalkulyatsiya qilib kommentariyaga yozib qo'ying. Yaxshigina pul tejaysiz bir oyda. O'rtoqlar, mana tadbirkorlar uchun maxsus logistika, Koreya ichki bozor uchun ishlab chiqarilgan mashinamiz kimga qiziq bo'lsa, video pastdagi telefon raqamiga murojaat qiling. Faqat naqdga sotiladi, variant kredit yo'q. Akkumulyatordan umuman xavotir olmang. Mashinamiz haqiqiy o'lmas kashif. Prosta bomba mashina, buzilmaydigan. Koreyskiy sborka. Like bosib qo'ying. Bunaqa obzorlar va foydali lifehacklarga boy videolarni ko'rib borish uchun Universal Avtoalamga obuna bo'lib qo'ying.